Avoz ko'ringlar, tezroq kelmang, nevaramga yordam beringlar. Temperaturasi 40 ga chiqib ketib, badallari qaltirab muzlab ketyapti. Bu videoni o'tkazib yubormasligingiz uchun bitta sabab. Hayotingiz davomida bunday holatga bir marta bo'lsa ham duch kelishingiz mumkin. Lekin ayni shu vaqtda videodagi birinchi yordamni ko'rsata olmasangiz, farzandingizni hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Diqqat bilan eshiting. Agar farzandingizda temperaturasi baland bo'lib, lekin qo'l-oyoqlari muzdek bo'lib, oqarib, titroq yuzaga kelsa, siz eshitmagan, lekin ko'plab uchrab turadigan oq isitma turidir. Agar bu vaqtda siz har doimgi temperatura vaqtida qiladigan harakatlaringizni, ya'ni suv, spirt yoki uksusli suvlar bilan tanasini artishingiz, analgin dimitrol qilishingiz holatni yana ham og'irlashtirishi mumkin. Qizig'i, unda nima qilish kerak? Bu rasm har bir bolada kuzatilishi mumkin bo'lgan vaziyatda ota-onalarni to'g'ri ketma-ketlikda bajarish kerak bo'lgan birinchi yordam. Screenshot qilib oling. Bu holat sizda ham kuzatilganmi? Siz nimalar qilgansiz? Javobingiz boshqa obunachilar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Yozib qoldiring va farzandini ko'z qorachig'idek asrovchi ota-onalar bu ma'lumotni bilishlari shart. Ularga videoni yuboring va ko'ngilsiz hodisani oldini oling.